Hammamizni uyimizda mana shunaqangi nostalgik kasetalarimiz bor. Bunimizda kimnidir to'yi bor, kimnidir sunnat to'yi bor, kimnidir alifbi bayrami bor. Xullas kalom shunaqangi kasetalar bor. Mana shuni ko'chiradigan, ya'ni raqamli formatga o'girib beradigan mana shunaqangi qurilmamiz bor ekan. Biz buni sotib oldik. 1 milliondan sal oshiqroqqa keldi. Zo'r narsa ekan. Bu narsani biz sotib olinglar deb reklama qilmoqchi emasmiz. Shunchaki bor narsani ko'rsatib bermoqchimiz. Kichkinagina obzorcha bilan mana shunday 5 volt 1 amperlik blokdan ulanadi. O'zida bor korobkalarda. Agar bu haqda to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, YouTube kanalimizga joylaganmiz. Mana shunday 3 ta mana ulanadi. Sariq, oq, qizilga videomagnitofondan. Xohlasangiz DVD disklardan ko'chirsangiz ham bo'ladi. Mana yerda ikkita fleshkaga joyi bor, mikro fleshka hamda USB fleshkaga. O'shalardan to'g'ridan-to'g'ri o'zi ko'chirib berar ekan. Mana bu yerda esa audioni ham yozadigan захватный joyi bor. Mana bu yerda esa S video uchun yana ulanadigan joy bor. Agar bu monitorchasi juda ham kichkina qiladigan bo'lsa, mana buni ulasangiz, katta televizorda ham ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Mana shu. Faqat layklar bilan qo'llab turinglar, biz davom etamiz.